Assalomu alaykum. Qadrli YouTube tomoshabinlari, obunachilarim. Mana bugun Xudo xolasa 26-yil 5-yanvar kuni mana qo'ylarimiz holati Xudo xolasa yem berish jarayonidamiz. Qo'chqorlarimiz buyoqda sog'liqlarimiz Xudo xolasa. Bular tagi shunaqa suvlanib ketyapti. Eng yaxshi yechim biz tagini g'ish qiluvdik. G'ish bo'lmasa ekan bunga tagiga 40 cm kovlab, shebin tashlab, keyin turpoq qilgan yaxshi ekan. Sekin tajriba oshib boraveradi shunaqa qilib. Yana bir yechimi mana shu yozgi kuni issiq paytda o'zini go'nglarini quruq bo'ladi. Yig'ib olib turib, mana shunaqa qo'llangan paytda sepib chiqsa ham bo'lar ekan. Biz ham shunaqa qiluvdik, mana olib qo'ydik, 2 qopgina qoldi. Men tavsiya yozda mana havolar issiq bo'lsa, xudo xolasa shunaqa qilib sekin yig'ib qo'yamiz, keyin tagini ham hop turpoq qilish kerak ekan, imkoni boricha turpoq qilgan yaxshi ekan. Tagi shunaqa ho'llanib ketmas ekan. Mana hozir xudo xolasa yem berish jarayonlarini bir ko'rsataman, xudo xolasa. Mana balonlar qo'yganimiz sababi shu bir-biri bilan suzishmasligi uchun, harakat qilish uchun ilib qo'yganmiz balonlarini. Mana bular xudo xolasa tayyor bo'lib qoldi qo'chqorlarimiz. 4 oydan o'tdi. 4 oydan o'tdi xudo xolasa. Mana bu yoqda qo'chqorimiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yangi videolarni qo'yib turaveramiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bitta like bossanglar xursand bo'lamiz. Shuna yangi videolar chiqazib, ilhom bo'ladi bizga, qo'yib turishimizga. Mana xudo xolasa bilan ko'payish jarayonida shu bir hafta 10 kun ichida xudo xolasa bilan ko'payishib qoladi. Ular videolarni qo'yib turaman. Hammasinikini ko'rib, kuzatishda davom etinglar. Kuninglar xayrli o'tsin. Alloh hammalar chorvalarga baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.